Mana do'stlar, hozir biz yangi shahardan 2300 so'mga yangi vartar oldik. Bu avvalgi futbolchini kiyimini kiyib oldi. Endi shunaqa bo'lib turadi endi. Hozir biz buning seyfini ko'rib chiqamiz. Buning ismi nima? Dida ekan. Hozir men tepaman. Mening ismim Zidanbek, shuni bilib qolinglar. Hozir 1 2 3. Votto, qandaysiga? Hozir yana bitta tepib ko'ramiz. Qiyshiq ketdi do'stlar. Do'stlar, pulga qo'ymadik degan umiddaman. Hozir yana bitta tepib ko'raman do'stlar. Ko'rasizlar, ana endi gol bo'ladi. Voy, shuni ham qaytardi do'stlar. Qanday? Hozir birga bir vaziyatni ko'ramiz. Mana do'stlar. Qandaysiga qaytardi bu plas? Yotib qaytardi-ku. Mayli do'stlar, xayr deb qo'y. Didadan ajoyib seyflarni